Bu bir tomondan aytsak bo'ladiki, ham minus, ham plyus desak bo'ladi. Ota-onalar ko'p vaqt ajrata olmayapti. Biza o'sha ota-ona ajrata olmayotgan vaqtida ham bola yolg'iz qolmasligini ta'minlab berish maqsad qilganmiz. Assalomu alaykum. Bugungi Startup Insight podkastimizning mehmoni Tavakkal Iftiyorbek, Fonus Kids asoschilaridan biri. Assalomu alaykum, podkastimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. O'zingizni startapingiz haqida qisqacha aytib bersangiz. Hop, Fonus Kids loyihasi haqida aytadigan bo'lsak, biz hozirgi kunda bolalar uchun xavfsiz filtrlangan va muhimi entertainment, ya'ni biz qisqacha aytsak bo'ladi, edutainment loyiha hisoblanamiz. To'laqonli raqamli platformamiz. Bizning asosiy maqsad ota-onalar uchun to'laqonli ekosistemani taklif beruvchi tayyor instrument sifatida kirib borish. Hozirgi kunda aytsak bo'ladi, YouTube emas. Bizda ham ilovamizda ko'rishingiz mumkin, multfilmlar bor. No, bizning YouTubedan asosiy farqimiz barchasi saralangan bo'ladi. Birinchi navbatda bu o'zimizning milliy qadriyatlarimizga to'g'ri keladimi? Ikkinchi navbatda bu qanaqadir qiymat yaratib bera oladimi? Ya'niki bola ko'rgandan keyin bundan qanaqadir value olib ketish kerak bo'ladi. Vaqtini isrof qilish uchun emas. Uchinchi tomondan aytadigan bo'lsak, biz to'laqonli kontrol tizimini ota-onalarga yaratib beramiz. Ya'ni bola nima ko'rmoqda, qancha ko'rmoqda, necha soat davomida ko'rmoqda va qaysi turdagi kontentlar ko'rish orqali biz unga statistika chiqarib beramiz. Tushunarli. Hozirgi paytda qancha foydalanuvchilar bor? Statistikani aytib keta olasizmi? Hop, biz bozorga taxminan dekabrdan boshlab turib to'laqonli kirish boshladik. 2025-yil. Shunaqa. Mana salkam o'sha 3-4 oy bo'lyapti. 60 mingdan ortiq biz foydalanuvchilarga egamiz va bundan innovativ olish kerak. Barchasi o'zimizda o'zbek fuqarolari bo'lsa, ichidan 7 mingga yaqini bu O'zbekistondan tashqari chet el davlatlarda istiqomat qiladigan yurtdoshlarimiz hisoblanadi. Chunki bu og'riq ularda ko'proq ommalangan ushbu muammo. Tushunarli. Qaysi davlatlarda hozir yana ilova bilan foydalanishyapti? Shuni ham aytib ketsangiz. Hop, aktiv holatda hozirda ko'rishimiz mumkin. Top 5 talikda bular Qozog'iston, Rossiya, Tojikistonda ham bor va Yevropa davlatlarida ko'p. Endi keyingi savol. Startapinglarda ko'rib chiqdim. Juda ham qiziq formatda ko'rsatilgan ekan. U yerda tanlasa bo'lar ekan, ingliz tilida, rus tilida, o'zbek tilida, 3 ta tilda, to'g'rimi hozirgi paytda? Shunaqa ilovamiz. Ha, qanaqa qilib startapni g'oyasi kelgan, nimani ko'rib, qanaqa problemani ko'rib, shu ilovani, shu startapni boshlashga qaror qilgansizlar? Hop, 2024-yilda biz hali oilali emasmiz va farzandlarimiz yo'q hozircha. No, ko'pchilik mana shu savol tug'iladi. Sizlarning oilangiz yo'q, farzandingiz yo'q, nega ushbu yo'nalishga kirgansizlar? Yo'q, bizda singillarimiz, ukalarimiz bo'lgani hisobli. Biz ushbu muammolarni birinchi ko'rganmiz. Ota-onalarda hozirgi kunda bilamizki, texnik tarafdan vaqti yo'q. Ya'ni bolasi nima ko'rmoqda, uni ko'rib chiqish, masalan, nazorat qilish yoki o'z kontent tanlab berish, telefon berish va o'qitish asosiy maqsad bo'lib qolgan ko'pchilik ota-onalarda. Lekin biz o'zimiz qo'yib berganimiz sababli qaysi kontentni iste'mol qilayotgani biz uchun muhim. Chunki biz hozirgi holatda bilamizki, YouTube tarmog'ida kontentlar juda soni ko'p, ichida foydalilar ham bor. Lekin u yerdagi rekomendatsiya algoritmlar addiction uchun, ya'ni qaramlik uchun ishlaydi. Maksimal ko'p o'tirish uchun bolajonlar. Biz ularga playlist qilib ko'rdik, alohida kanal, alohida skachatman qilib ko'rdik, lekin baribir eng asosiy bo'ladigan muammo bu yerda kamligi kontentlar soniga. Chunki siz bolajon uchun 100 ta 200 ta kontent skachat qilib bera olmaysiz. To'g'ri. Alohida ko'rish uchun. Va tabiiyki, bola yana YouTube'ga qaytib keladi va eng muhimi asosiy muammo shorts. Qisqa muddatli narsalarni iste'mol qilish. Shu bo'yicha savol berib ketmoqchi edim. Sizlarning platformangizda shorts formati yo'q ekan. Shorts formati, lekin bilishim bo'yicha bu baribir ham ko'rishga osonroq bo'lgan, tezroq bo'lgan formatda biriktirmoqchimizlar keyinchalik shorts formatini. Bo'ladimi, yo'qmi Fonusga, shuni ham aytib ketsangiz. Hop, biz boshida o'sha loyihamizni MVP'sini chiqarganimizda biz qat'iyan turgan edik, ya'ni shorts format qo'shmaymiz va hozir ham shu formatda ushlab qolamiz. Ya'ni bizning ilovamizda shortslar bo'lmaydi. Chunki shortsda bilamizki, har bir kontentni slayd qilib pastga qarab tushib borasiz va bu ko'proq qaramlikka ham ushlab qolish ehtimolligi bor. Chunki kontent tugamaydi pastga qarab ketganingizda. Biz ko'proq yangicha formatda, ya'ni har bitta kontentimizdan qisqa uzunlik videosini, bu bo'lishi mumkin 30 yoki 1 daqiqalik barchasini Instagramdagi story formatida qo'shishcha. Va eng asosiy maqsadi bo'ladi u to'laqonli 5-10 daqiqalik videoga olib borish maqsadi. Ya'ni kunlik limitlangan sonda biz story qo'yib boramiz. Demak, bu bir tomondan yaxshi, chunki bola baribir qancha kontent qisqa bo'lsa, bu tez ko'rilsa, bola shuncha giperaktivnosti kuchayib boradi-yu, to'g'rimi? Demak, agar u kattaroq formatdagi videoni, uzunroq videoni ko'rsa, bu degani uni fokusi ham bitta narsada tezroq rivojlanadi, to'g'rimi? Aynan bu narsani aytadigan bo'lsak,
fundamentga bog'liq. Masalan, o'zimiz bilamiz, yoshligimizdan 1 soatlik yoki yarim soatlik multseriallar ko'rar edik, To'g'ri. o'tirardik. Lekin hozirgi kunda qarashimiz mumkin, yosh bolalar uzog'i bo'lsa shu 5 daqiqalik yoki short formatdagi mini seriallarga o'tib ketishgan. Endi buni asosiy sabablari bunga qo'yib berganligimiz desak bo'ladi. Lekin agarda bizning hozir platformamizda 6 yoshgacha bo'lgan farzandlarga to'g'ri keladi va nega 6 yoshgacha kirganmiz? Chunki 6 yoshgacha bola nima ko'rishi ota-onaning qo'lida. Yo'q, o'sha kontrol qilish qiyinroq bo'ladi. Shunaqa 6 yoshdan keyin bola rivojlanadi, o'zi tanlash huquqiga ega bo'ladi qaysidir ma'noda, chunki baribir kimdalar telefon to'laqonli beradi va o'rtoqlar orttirishni boshlaydi. O'sha maktabga chiqqandan keyin o'rtoqlar tavsiya qilgan kontentni ko'rishadi. Ungacha faqatgina ota-onasi tarafdan aytilganini ko'radi. Tushundim. Farqini ayta olasizmi? YouTube'da ham bilishim bo'yicha родительский kontrol degan narsa bor. Sizlarda ham shunaqa funksiya bor ekan. Bu ota-ona kontroli qanaqa ishlaydi? Sizlarda YouTube bilan qanaqa farqi bor ota-ona kontrolda? Xo'p, bizda registratsiya qilishdan oldin, ya'ni ro'yxatga olishda bizni bolani faqatgina yoshi emas, bizni uni xarakteri, ota-onasi o'z xarakterini tanlab beradi yoki qiziqishlarini tanlab beradi. Shu asosida biz maxsus rekomendatsiya chiqaramiz va eng asosiysi aytib o'tishimiz kerak, yoshiga qarab turib bizni ko'rish tavsiya etiladigan vaqt davomiyligini aytamiz. Ya'ni bu bo'lishi mumkin yarim soat kuniga yoki 1 soat, uzog'i 2 soat. Bizda ham 2 soatdan ortig'i bu ko'p bolajon uchun. Aynan yosh paytida. 1 soat o'rtacha bo'ladi darslardan, o'qishidan tashqari masalan qo'yib berish uchun. Bizni ota-onalarga bolasi uchun maxsus algoritmlar asosida kriteriyalar bo'lishi mumkin, filtrlar o'zlari qo'yishi mumkin. Xohlasa, ma'lum bir yosh muddatdan keyin yo'q bo'ldi, bu qiziqish emas, ya'ni ingliz tili emas yoki matematikaga urg'u beramiz deb bizni tavsiya ham chiqarib beramiz. Bizni tavsiya qilib berishimizdan keyin tanlagandan so'ng o'sha asosida o'sha rekomendatsiya o'zgaradi. Va bizda bolani yoshiga qarab turib, даже kirgan paytida uxlash vaqtigacha biz statistika taxminan chiqaza olamiz. Ya'ni bolani aktivligidan kelib chiqib turib va uxlash paytiga qarab masalan bo'lishi mumkin 9-10 larda o'sha ilovamizda u bolajon uchun rekomendatsiya o'zgaradi. Ya'ni shovqinli, sarguzasht kontentlar emas, bo'lib tixi formatdagi, ya'ni uyquga ta'sir qilmaydigan kontentlarni tavsiya qilishni boshlaymiz. Uxlatib qo'yar ekansizlar desam. Da, chunki ko'pchilik bolada yosh bolada alahsirash bo'ladi. Kun davomida giperaktivniy bo'ladi, nimadir o'ynaydi, masalan, u baribir tushiga kirib chiqadi. Startap haqida ko'proq gapirsak, startap hozir qanaqa jarayonda va qanaqa investitsiyalarni jalb qilgani haqida gapirib bera olasizmi? Xo'p, biz loyihamiz o'sha aytgandek, ideyamiz 2024da paydo bo'lgan. 2025-yilda taxminan yoziga qadar biz ushbu loyiha uchun sarmoya qidirganmiz va o'zimizni asosiy networkimiz, tajribamiz bu tadbirkorlar bilan ishlash bo'lgan sababli traditsional tadbirkorlarga borganmiz. Ular bilan angel investor formatida ishlash uchun. O'sha paytda angel investorlik unaqa darajada hali rivojlanmagan edi O'zbekiston bozorida va bu biroz qiyinchiliklar ham soldirdi bizga, loyihamizni rivojiga. Va may oyida oxirlarida JSM Evraziya ko'rik tanlovi Achipark bilan hamkorlikda bo'lib o'tildi va ushbu tanlovda 60 ga yaqin startaplar ichidan biz birinchi o'rin egalladik. Tabriklayman bu bilan. Ushbu tadbirdan so'ng bizga Achipark Ventures tomonidan ham $25 ming qiymətində investitsiya ham kiritildi. Aynan MVP bosqichida. Ya'ni ilovamiz o'zi bor edi va ichida o'zimizga yaqin insonlar testoviy formatda, ya'ni KZDev uchun 500 ga yaqin foydalanuvchilarimiz bor edi. Ushbu jarayondan so'ng biz bozorga dekabr oylarida, oktyabrlarda testoviy formatda kirib kelgan bo'lsak, hozirgi kunda o'sha pre-seed stage'damiz. Ya'ni o'sha keyingi raundni ochganmiz va hozirgi kunda keyingi investitsiyani jalb qilish ustida ishlamoqdamiz. Ushbu loyihamizni yanada rivojlantirish uchun aynan O'zbekiston bozorida birinchi navbatda va kelgusi yillarga rejamiz bo'yicha ketma-ket qadama-qadam birinchi navbatda Markaziy Osiyo, undan keyin Turkiy xalqlar va MENA davlatlarga reja qilingan. Shu startap analoglari bormi? Bozorda naqada aytyapsiz hozir O'rta Osiyodan keyin butun dunyo bo'yicha bu platformani ishlatishni xohlaymiz deb fikr bildirdingiz. Shunaqa o'xshash platformalar bormi, yo'qmi ko'rib chiqqanmizda, qanchalik sizlarning platformangiz unikal darajada ajraladi u platformalardan? Xo'p, biz yangi loyiha emasmiz, ya'ni nimadir yaratmadik noldan. Albatta, ushbu bozorda alternativ yechimlar bor edi albatta. Masalan, aytishimiz mumkin, YouTube ham YouTube Kids platformasi bor, alohida bolalar uchun. U yerda filtrlashi faqatgina standart asosida, ya'ni bu 18 yoshdan kichiklarga to'g'ri keladigan kontent, xoli sahnalar bo'ldi. Lekin u bola iste'mol qiladigan kontentni ichini filtrlashmaydi, chunki xohlagan odam kirishi mumkin va o'zini kontent yuklab olishi mumkin.
O'sha tarafi bor. Sizlarda demak, yuklash Mhm. bo'yicha ham masalan, manda bironta kontent bo'lsa, man sizlarga yuklash bo'yicha chiqsam, sizlar uni полностью filtrdan o'tkazib keyin qo'yasizlar, to'g'rimi? Har Mhm. har xil kontent qo'yib bo'lmaydi o'tga. U Shunaqa. kontentni sizlar qo'yasizlarmi yoki menga qanaqadir dostуп berib, men o'zim qo'yamanmi u kontentni? Hop, ayni damda bizda o'zimizda jamoamiz bor. Ya'ni bular 20 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan pedagog mutaxassislar, aynan bolani neyropsixologiyasi bo'yicha va tarbiyalash masalasida. Ular bilan birgalikda biz har bitta kontent topganimizda birinchi navbatda kanal qurib chiqamiz kontentda. O'zimizni filtr kriteriyalarimiz bor. O'sha aytayotgandek qadriyatimizdagi, bolani yoshiga va boshqa kriteriyalar asosida tekshiriladi. Undan so'nggina biz ekspertlarimizga taqdim qilamiz. Ekspertlarimiz ham bir qator ko'rib chiqishadi har bitta kontentni. Bu bola uchun chunki biz short term emas, ya'ni long term o'ylashimiz kerak. Uzoq muddatli iste'mol qilish asosida bu qanaqadir zarar olib keladimi, yo'qmi? Va ushbu filtratsiyadan o'tganidan so'ng biz content maker bilan shartnoma qilamiz. Hammasi ofitsial tariqada bo'ladi. Ularning kontentni bizning platformada joylash bo'yicha. Agarda kimdadir kontent ishlab chiqarayotgan bo'lsa, bu bo'lishi mumkin multfilm yoki ta'limiy kontentlar bizning platformaga joylashtirsa bo'ladi albatta. Birinchi navbatda bizning jamoamiz uni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Va hozirgi kunda hozircha biz o'zimiz yuklab beramiz har bitta kontentni va maxsus admin panel ham ochib beramiz statistikasini ko'rib borish uchun. Ya'ni biz to'laqonli baribir content makerga o'zi yuklash huquqini bermaymiz. Chunki filtratsiya jarayonini tizimli ravishda o'tish kerak bo'ladi. Chunki auditoriyamiz bor va har bitta auditoriya bola ko'rayotgan narsa uchun biz javob beramiz. To'g'ri. O'zinglarni multfilminglar bormi? Shu juda ham qiziq savol deb o'ylayman. Chunki baribir platformani egasi bo'lib, o'zinglar bironta kontent chiqazib, bu yog'iga rivojlantirib, balki qanaqadir personaj chiqar. Albatta, yaxshi savol etdingiz. Biz hozirgi kunda ta'kidlab o'tganingizdek faqatgina kontentlarni jamlab beruvchi platforma sifatida ko'rib qolganmiz. No personajimiz bor. Agar Instagram va ilovamizda kuzatgan bo'lsangiz, Aricha, ya'ni bu Zuzu personajimiz bor. Ha, ko'rdim. O'sha Zuzu personajimiz bizda maskot sifatida foydalanayotgan bo'lsak hozirgi kunda davomiylikda biz o'zimizning kontentlarimizni ishlab chiqarishda asosiy geroyimiz sifatida foydalanamiz. Ya'ni bu bo'lish mumkin faqatgina entertainment ko'ngilochar kontentlar emas, sarguzashtga bag'ishlangan ta'limiy kontentlarda ham baribir personajimiz har bitta bola uchun do'st sifatida bo'ladi. Chunki bizda aytganimizdek, sun'iy intellektda bizda filtratsiya sifatida bolani ko'rayotgan kontentidan statistikasiga chiqib turib, yordamchi bo'lib turib ko'rinadi ekranida. Ya'ni har bitta bola uchun personalizatsiya bo'ladi o'sha personajimiz. Ya'ni standart tariqasida hammasi uchun, masalan, xayrli tong Sardor yoki bugun mana bu kurs ko'ramiz, bugun bu darsni o'qiymiz emas. Ya'ni bola qiziqishlaridan kelib chiqib turib takliflarni berishni boshlaydi. O'zini do'sti bo'lar ekanda. To'ppa-to'g'ri. Chunki baribir bolalar hozirda bu bir tomondan aytsak bo'ladiki, ham minus, ham plus desak bo'ladi. Ota-onalar ko'p vaqt ajrata olmayapti bolalar uchun. Biz o'sha ota-onalar ajrata olmayotgan vaqtida ham bola yolg'iz qolmasligini ta'minlab berishni maqsad qilganmiz. Juda ham qiziq g'oya bo'libdi. Chunki baribir bolani shakllanishi bu yana bitta yonidagi do'stidan ham bog'liq deb o'ylayman. Va do'st yaxshi yomon bo'lishini kontrol qilish juda ham qiyin bo'ladi va bunaqa birgalikda rivojlanadigan do'sti bo'lsa, menimcha juda ham qiziq va yaxshi yo'nalishga ketadigan rivojlanish bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Biz aytib o'tishimiz kerak, noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasligi uchun ota-onalarda biz to'laqonli ularning vazifasini olib qolish niyatimiz yo'q. Aksincha, biz vaqt cheklovlari bo'ladi albatta. Va bu joyda aytib o'tganimizdek ota-onalarga statistika chiqarib beramiz. Biz o'sha maskotimiz orqali, Zuzu orqali va bola ko'rayotgan kontentlardan orqali statistika chiqarib beramiz. Bolasi uchun o'zini yana bir bor bolasi haqida kashf etish uchun yordam beramiz. Chunki baribir hamma ota-ona ham to'laqonli bolaning ichini bilishmaydi farzandini. Uni yoritib berish maqsadida yordamchi bo'lamiz shu jarayonda. Demak, Zuzu orqali ertaga bola rivojlansa va u bilan gaplashsa, ota-onaga ham qanaqadir statistika yoki kichkina ma'lumot sifatida analitikaga o'xshab keladi, to'g'rimi? Shunaqa. Biz ilovamizda o'sha to'laqonli farzand haqida informatsiyani o'sha chiqarib beramiz. Endi agar yo'q demasangiz, kichkina blitz savol o'tkazmoqchi edik siz bilan startapingiz haqida. Bu savollarga siz bo'lmagan deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Cheklangan byudjet bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Bo'lgan. Jamoaning to'liq roziligi bo'lmay turib, muhim qarorni shaxsan qabul qilganmisiz? Bo'lmagan. Dastlab xavfli deb hisoblangan g'oyani amalga oshirgansiz. Bo'lgan. Masalani ongli ravishda inkor qilib, umid qilib, o'z-o'zidan hal qiladi deb o'ylagansiz. Bo'lgan deylik. Asosiy qarorni ma'lumotlardan ko'ra
hissiyotlarga tayangan holda qabul qilingan. Bo'lgan boshlanishda. Yana bitta savol. Mahsulotni rivojlantirishning dastlabki bosqichida qanday asosiy qiyinchiliklarga duch keldingiz? Birinchi navbatda bu ota-onalar bu ushbu ilovaga ko'nikishi. Chunki boshida kirib kelganimizda testoviy ilovamizni, MVP stage'dagi ilovamizni berganimizda qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki hali faqatgina kontent ko'rish imkoniyati edi. Qo'shimcha featurlar yo'q edi bizda. Ota-onalarda bo'lgan muammo bolalari aynan ushbu kontentni ko'rib o'tirishligini ta'minlab berisha olmadi. Ya'ni aytishimiz mumkin, bola boshida qo'yib berishganda yarim soat o'tirib, masalan, 1 soat o'tirgandan keyin baribir yig'lab, o'sha eski ko'rgan, o'rgangan kontentlarga qaytishlar bo'ldi. Aynan hozirgi kunda sun'iy intellekt orqali yaratilgan trenddagi kontentlarni. Ya'ni bilamizki, baribir ular qanaqadir qiymati yo'q. Vaqt sarflash uchun qilingan kontentlar. O'shalarga o'sha ularda addiction paydo bo'lgan. Bu narsani baribir bilamizki, xo'roz qon topib qo'ygandan keyin bola yig'laydi baribir. To'g'ri. Ko'pchilik ota-onalar yig'lamasin, balki YouTube'da ko'rsin. Ya'ni ushbu muammoni hali bozorda to'laqonli ochilmagan. Ya'ni ota-onalar hali to'laqonli tushunib yetishmagani bo'ldi. Asosiy muammo. Menimcha bu ota-onalar ham o'rganib qolgani uchun bo'lgan bo'lsa kerak, chunki ota-onalarni ham sal bo'lsa ham tinch vaqt o'tishini xohlab, o'sha bolasi sal yig'lamasin, ozgina bo'lsa ham chalg'isin deb qo'yib berishsa kerak. Bola uchun bu yengil defaning, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Chunki ishdan charchab keldim, bola uchun vaqt ajratishda muammoligi sabab bo'ladi. Bu narsani biz boshqa format bilan bozorga kirib keldik. Ya'ni biz dekabrda shu ilovamiz to'laqonli kirgan bo'lsa, ungacha 3-4 oy hozirgacha ham biz ushbu muammoni yoritib berish ustida ishlayapmiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimizda asosiy urg'u bizda muammoni yoritishga qaratilgan. Ya'ni va bu muammoga e'tibor bermaslik nima oqibatlarga olib kelishi. Qanaqa yo'llar orqali shu muammoni hal qilish imkonini topdinglar? Baribir bir narsani olib qo'yishdan oldin, ya'ni telefon olib qo'yish bu yechim emas. Alternativa berishimiz kerak doimo. YouTube'da cheklab qo'yishimiz, biz YouTube'dan to'laqonli voz kechishdan tarafdor emasmiz. YouTube'da foydali kontentlar juda ko'p. Bola hali YouTube uchun tayyor yoshga kelmagan ko'p holatda. YouTube'da chunki baribir algoritm o'zi chiqarib beradi nima ko'rishingizni. Uni ota-ona ham nazorat qila olmaydi, bola ham nazorat qila olmaydi. Ushbu o'sha miyasida, ya'ni bolajonlar o'sha aqlini o'zi filtrlaydigan darajaga kelib chiqquncha, biz alternativ formatga kirib borishimiz kerak, tayyor instrument sifatida. Fonskiz jamoasi haqida aytib ketsangiz, hozirgi paytda komandada nechta odam va nima ishlar ketayotgani haqida gapirib ketsangiz. Xo'p, jamoamizda hozirgi kunda loyihaga 15 ga yaqin insonlar jalb qilingan. Bundan tashqari bizda ekspertlar jamoasi ham bor. Aynan kontent filtratsiya va ota-ona darsliklarining metodologiyasini tuzish bo'yicha. Hozirgi kunda jamoamizda o'tganimizda 15 ga yaqin insonlar bo'lsa, barchamiz shu aynan edtech yo'nalishida, ya'ni bu ta'lim yo'nalishidan chiqib kelganmiz. Marketing, sotuv, production yo'nalishidan chiqib kelganmiz. Va ushbu yo'nalishda hozirgi kunda O'zbekistonni birinchi raqamli bo'lish ustida ishlamoqdamiz va ilovamizda foydalanuvchilarimiz uchun yengilliklar qilish ustida ishlamoqdamiz. Keyingi savolim, 5 yildan keyin startapni qanaqa ko'ryapsiz? Startapda nima o'zgarishlar kutilyapti va 5 yildan keyin biz Fonskizdan nimani kutsak bo'ladi? Xo'p, 5 yildan keyin rejamiz bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi raqamli bolalar platformasi aylanish va ota-ona uchun nomer 1 yordamchi instrument bo'lish. Bu Markaziy Osiyoda, lekin o'sha to'laqonli meni va turkiy xalqlar orasida ham ilovamiz ommalashishini ko'rmoqdamiz va eng katta kutuvimiz, kutishingiz mumkin bo'ladigan narsa bu o'sha o'zimizni kontentlarni ham 5 yildan keyin o'sha Netflixdagi o'zimizni kontentlarni ham chiqarib boshlaymiz va boshqa kontent mekerlar uchun ham biz monetizatsiya qilish va ular ham kontent qilish orqali daromad topishini yo'lga qo'yib beramiz. Demak, 5 yildan keyin biz Zuzuni to'laqonli multserialini yoki multfilmini ko'ra olamiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa faqatgina multserial ekranlarda ko'rish nasib katta ekranlarda va nasib qilsa o'yinchoqlar va o'zimizning mahsulotlarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Men bo'larkan. Juda ham zo'r. Bu oxirgi savolimuz edi. Jorbek, sizga kattakon rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Fonskiz haqida shuncha ma'lumot oldik. Xudo xolasa, menimcha buyog'iga ota-onalar uchun ham bu juda ham kerakli ma'lumot bo'lib, sizlarning ilovangizdan to'g'ri foydalanishni boshlashadi. Xudo xolasa to'ppa-to'g'ri. Yanada yordam bera olgan bo'lsak, biz ham xursandmiz. Bugungi podkastimiz mehmoni Tavakkalov Jorbek Fonskiz asoschilaridan biri edi. Keyingi podkastimizda qaysi startap asoschisini ko'rishni xohlashingizni kommentariyalarda yozib qoldirib keting. Keyingi podkastda ko'rishguncha